Hech qachon Nilufar Hamidova bilan rol o'ynamayman. Shohida Uzoqova aktrisa Nilufar Hamidova bilan ishlashdan keskin bosh tortishini ochiq aytdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring va siz bilmagan yangiliklar haqida bilib oling. Bu qarorni u shaxsiy prinsiplar va san'atga bo'lgan e'tibori bilan izohladi. Men oldin u aktrisa bilan birga Tutash taqdirlar serialida rol o'ynaganman, lekin bundan buyog'iga hech qachon birga rol ijro etmayman. Meni undan qo'rqadigan joyim yo'q. Odamlar Nilufar Hamidovani videolarini ko'rib, hamma aktrisalar shunaqa degan gaplarini o'qib, yuraklarim yomon bo'lib qoladi. Nega biz shunaqalar uchun yomonga chiqishimiz kerak? Bir kuni festivalga shunaqa ochiq kiyinib keldi. Hattoki ruslar ham bunaqa kiyinmaydi. Men yonimdagi qizlarga hozir borib uni uraman va kiyimini yirtib tashlayman. Xohlasalaring internetga tarqatib yuborlaring dedim. Qizlar zo'rg'a ushlab qoldi meni, deydi Shohida Uzoqova. 2-3 yil oldin meni serialga taklif qilishdi. Syomka uchun juda fayzli xonadonga bordik. Men ona rolini o'ynashim kerak edi. O'sha xonadonda oyog'im qayrilib ketdi. Yomon inson yurgan yo'ldan yursam menda nimadir sodir bo'ladi. Keyin qarasam Nilufar Hamidova shu yerda ekan. Endi uni o'tirishini ko'rsangiz, shunaqa ochiq kiyingan, oyoqlarini chalkashtirib o'tirganda. Bekorga emas ekanda yiqilganim dedim. Rejissyorni chaqirib, nega uni chaqirding deb rosa urishdim, deydi Uzoqova. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.